sun'iy intellekt va videografiya. Sun'iy intellektni o'rganishni boshlanglar deb 20-yil edi. Sun'iy intellekt ishlash bo'yicha ham baribir prompt komp narsani hal qiladi. Butun ma'lumot bunda bor. Undan haligacha foydalanmayotgan bo'lsa, bu demak uni orqada qolganini bildiradi. Higgsfield $500,000 ishlatib, Deylik GPT bilan cloudga keladigan bo'lsak, cloud nimaga? qo'rqish bo'ladi. Mani ishimni olib qo'yadimi, yo'qmi? O'zini biznesiga integratsiya qilishyapti. Bittasi zo'rroq chiqaradi, ertaga unisi zo'rroq chiqaradi. Yaqinda ham o'zingiz aytdingiz, ya'ni Telegramga kirmasam ham o'zim prompt beraman yoki zadacha beraman. Mani rasmimni kirib kimgadir yubora oladi. Tushunyapti. Savol, zaпрос berishni bilmaydi. Videografiyaga qanaqa ta'sirlari bor ekanini, shunga qanaqa qulayliklar olib kelayotganini ham gaplashsak, Biz baribir ham ishlatadigan narsamiz uchun pul to'lamaymiz. Premiere Pro bo'ladimi? ssenariy yozish bo'yicha eng zo'r sun'iy intellekt sayti. Aynan to'y sohasidagi operatorlar, video operatorlar sun'iy intellekt orqali